haq talab qilib olinadi. Hozir shunaqa davrda zamonda yashayapmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar, Radar Tez So'z kanali muxlislari va mehmonlari. Do'stlar, bugun biz studiyamizga professional advokat, huquqshunos, yurist Lutful akamni taklif qilganman. Xabaringiz bor, Lutful akam mehnat faoliyatlarida ko'pchilikka yordam berganlar. Huquqiy ongini o'stirishda ko'pchilik fuqarolarimizga o'z yordamlarini berganlar. Professional advokat Lutful aka, marhamat. Assalomu alaykum Asqar aka, assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Rahmat avvalambor taklif uchun. Men hamisha o'sha yondashuvim labbay deb mana shu javob berishga harakat qilaman. Qancha mana shu suhbatimiz manfaatli bo'lsa, undan xursandman. Avvalambor aytamanki, hozir biza shunaqa jamiyatda yashayapmizki, demokratik, qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda. Men avvalambor aytmoqchiman, haqiqatan ham bizlarda qonun ustuvormi degan savol qo'ymoqchiman o'zimga o'zim. Men bu savolga o'zim ham javob beraman. Albatta qonun ustuvor, agar biz ishonsak, qonunga suyansak, ishlata olsak, ishlata bilsak. Qonun ustuvor deganda o'sha bizlar qilayotgan o'sha haqqimizni talab qilayotgan haqqimiz buzilsa-chi sudlar tomonidan ham. Sudlarga ishonsak bo'ladimi deganda savolga men qisqacha javob beraman. Agarda sudlarga avvalambor ishonishimiz kerak, lekin shunday holat bo'ldida sud adolatsiz qaror chiqardi. Hamma sudlar ham adolatli qaror chiqaradimi degan savolga men yo'q deb javob beraman. Baralla. Nimaga? Chunki agarda haqiqatan ham hamma sudlar adolatli qaror chiqarganda edi, bizlarning Oliy sud tizimida apellyatsiya instansiyasi bosqichi bo'lmas edi. Apellyatsiyadan keyingi taftishdan keyin takroriy taftish va hokazo ketaveradi Oliy sud tizimigacha. Endi men aytaylik, bu kurash, qonuniy kurash, bu o'sha va jamiyatda o'sha manfaatlar, shu taraflar o'rtasidagi qonuniy kurash hisoblanadi. Albatta, bu narsani agar biz qonuniy haq bo'lsak, qonunga ishonishimiz kerak, sudlarga emas. Qonunga ishonishimiz kerak, qaysidir tarafga emas. Agar biz qonuniy haq bo'lsak, albatta qaysidir bosqichda adolat qaror topadi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Aziz yurtdoshlar, men savollar tayyorlab kelganman. Bu savollarni sizlardan ham olganman. Shuning uchun bizni hozirgi kunimizda, biz yashab turgan kunda hozir juda ham ko'payib ketgan radarlar. Ya'ni bu hozir aktual savol bo'lib qoldi. Lutful aka, radarlarni o'rnatish tartibi Vazirlar Mahkamasining 232-sonli qaroriga qanchalik mos keladi? Men o'zim ko'p viloyatlarga chiqaman, testlar qilaman. Har xil radarlarni ko'raman. Shu markazdan chetga chiqqan sari go'yoki tartibmi yo o'sha susayib ketganga o'xshaydi yoki qonun deymizmi? Men hozir ko'zim bilan ko'rgan narsam haqida gap ketyapti. Kerak bo'lsa rasmlarni ham chiqarib qo'yamiz video davomida. Shunga sizni fikringiz menga qiziq. Vazirlar Mahkamasining 232-sonli qaroriga zid ravishda o'rnatilgan radarlar, undan tashqari hattoki ularning belgilari ham ba'zilarda bor belgilar, ba'zilarda belgilar noto'g'ri o'rnatilgan. Shu haqida sizni fikringiz qisqacha? Men fikrim bu haqida qisqacha gapiraman. Bu shu darajada muammoga aylandiki, bu chaqiriq respublikamizning eng yuqori minbarida jarangladi. Eng yuqori minbarida deganim hammamizga, hamma eshitdi, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu davlat rahbari hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich o'zlarining e'tiborini qaratib, oxiri bunday qonun buzilishlarga, bunday o'sha tartibsizlikka barham berish uchun aniq yo'naltirilgan manzilli topshiriq berildi. Men aytaman, qonun bitta. Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'sha 2021-yil 21-aprelda 232-sonli qaror bor va unga keyinchalik o'zgartirish kiritilgan 375-sonli qaror bor. Ana shu qarorda aniq konkret qilib belgilab berilgan. Shakllari alohida temir ustunlarda to'g'ri chiziq, G tizim, T va P shakllar. Bo'ldi. Mana shu demak, mana shu shakldan tashqari o'rnatilgan har qanaqa shakl u g'ayriqonuniy hisoblanadi. Ming afsus, bu narsa uchun men ko'p kurashganman. O'zim ham shaxsan o'zim huquqbuzar sifatida bo'lib ham kurashganman. Ochiq aytaman. O'zim ham haydovchiman. Qiziq gaplar ketyapti do'stlar. O'zim ham haydovchiman. Radar keladi, menga yoki jarima keladi, boshqa keladi. Men ochiq aytaman, qo'rqmayman sudlashishdan, qanaqa ma'noda qonuniy kurashish. Hattoki men amaliyotda bo'lgani
bu holatda ana shu Vazirlar Mahkamasini me'yoriy qarori, bu me'yoriy huquqiy hujjat hisoblanadi. Bunga zid o'rnatilgan qaror albatta bekor bo'lishi shart sudlarimiz tomonidan. Endi bekor bo'lyaptimi degan savolga men ming afsus bilan aytamanki, yo'q, sudlarimiz amaliyotda aynan o'sha joylarga chiqib, o'sha radar qaysi shaklda o'rnatilgan, P shakldami, I shakldami, G shakldami, T shakldami degan jarayonni ko'rib chiqish imkoniyati yo'q bu holatda, lekin men aynan shaxsan o'zim bitta o'sha holatda oxirigacha mana shu sudni jarayonini qo'shimcha tekshiruv tayinlash, joyga chiqib o'rganish qilib borib o'rganganimizda bu G, T, P, I shakldan tashqari ancha-muncha qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Aynan men bundan tashqari o'sha 1,5-2 yil oldin hammada o'sha radarlar bo'yicha qonun o'zgartirish bo'ldi. Bundan buyog'iga endi sudlar tomonidan qaror bekor qilinmaydi degan shakl shunaqa bir mish-mish tarqaldi. Lekin men bunga mutlaqo qarshiman. Bunda bizlarda o'sha Vazirlar Mahkamasini undan tashqari qarori bor. Aynan davlat raqam belgilariga qo'yilgan talab. Mana hozirgi paytda mana bu ham alohida shaklda aytib o'tmoqchiman. 2007-yilda 27-iyunda 131-sonli qaror qabul qilingan, aynan davlat raqam belgisiga qo'yilgan talab. Endi har qanaqa shaklda men hozir telefonimda ko'rsatishim mumkin. Buni olib, masalan, o'sha kelgan sizga jarima keldimi? Men shaxsan o'zim birinchi navbatda e'tibor qaratadigan joyim bizlarning huquqshunos sifatida o'sha qarorni ko'zdan kechirish protsessual harakatimiz. Demak, jarima kelsa, birinchi navbatda qarorni ko'zdan kechirish kerak. O'rganish kerak. O'rganish kerak qarorni, to'g'ri keldimi, noto'g'ri keldimi. Ana endi birinchi navbatda o'sha men ko'zdan kechirishni bekorga ishlatmayapman. Mana shu qaror keldi. Mana hozir menda ham o'zimda qaror kelgan. Men hozir shuni amaliyotda mana qaror kelgan, 33 ta qaror bo'libdi. Shundan men 24 tasini bekor qildirganman. O'zim shaxsan 33 ta qarordan 24 tasi bekor qilishga erishganman. Ana endi bunda asosiy nimaga e'tibor qaratish kerak? Asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jarayon mana qarorni hozir ochaman PDF shaklini. Mana shuni imkoni bo'lsa mana shuni ekranda katta qilib ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu yerda nimani ko'ryapmiz biz hozir? Bu harflar ham bir davlat raqam belgisi chalkash yozib. Ha, mana hozir e'tiboringizga o'qisa bo'ladi. 01 ekranda chiqaraman alohida do'stlar. Chiqarasiz 01 mana raqam harf 380 HB. Ana endi mana shu raqam bizning qonun tilida, yuristlarning tilida, ya'ni Vazirlar Mahkamasining qaror talablari bo'yicha men baralla aytamanki, menga qaror davlat raqam belgisi ko'rinmayapti deb ayta olaman. Nimaga? Chunki o'sha aynan bizni shu huquqbuzarlik sodir etgan to'g'risida qarorda davlat raqam belgisi bo'yicha maxsus talab qo'yilgan. Qanday ko'rinishi kerak? Mana endi men uni qonunda o'qib berishim mumkin. Ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarining foni oq rangda, ikki chet qismi raqami va harflari qora rangda bo'lishi, chap tomonda hududning kodi, o'ng tomonda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i va uz harflari ko'rsatilishi shart. Bu yerda unaqa narsa ko'rmayapman men. Ko'rmayapsiz. Ana endi Vazirlar Mahkamasini aynan shu qarorida menda hozir bitta holatni ko'rsataman sizga. Solishtirma jadval qilib men sudlarga shuni taqdim qilaman doimiy ravishda. Mana bu yoqdan ko'rsatsam, bu ekranda katta qilib ko'rsatasiz. Solishtirma jadvalda, demak, mana bu meni qoidabuzarligim. Avtomobilim bu. Mana bu qonun talabi. Qonun talabida aynan mana shu shaklda ko'rsatish kerak. Vazirlar Mahkamasi demak shu sharoitda mana shu shaklda, mana shu raqam mana shu yerda ko'ringan bo'lsa, demak biz qo'l ko'taramiz. Qaror. Aziz do'stlar, men hozir internetda o'zi notebookda ko'ryapman. Albatta sizlarga ham hozir pastda mana bir joyda chiqarib qo'yaman. Ko'rasizlar, xudo xolasa. Demak, bu narsani ham menga tashlab berasiz. Bu Vazirlar Mahkamasi qaror, me'yoriy hujjat, bu solishtirma jadval. Mana to'ldi. Ko'rinadi sizlarga. Yaxshi. Ana endi mana shu endi afsus sudlarimiz o'zi jarayonda bu jarayon o'zi aslida sudgacha borish kerak emas. Sudgacha borish kerak emas. Chunki bizlarda o'sha foto, video holatini qayd etish avtomatik
tarzda qaror qabul qilinadi deymiz, men unaqa emas deb ayta olaman, chunki bizlarga qaror o'sha yo'l harakati qoidasini buzish to'g'risidagi qaror avtomatik qabul qilinmaydi. Bu yerda inson faktori bor. Ya'ni qarorni qabul qilinadigan qoida bo'yicha mana qaror o'qib ko'rsangiz qarorda yoziladi. Men Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi inspektori ismi Sharifi holat yuzasidan ularga video, foto ko'rinishdagi qoidabuzarlik holati taqdim etiladi. Ana endi o'sha holatga qarab o'sha yo'l harakati xavfsizlik xodimi o'sha qoidabuzarlik bormi yo'qmi aniqlab sizga jarima soladi. Men savol qo'ymoqchiman. Tartibi sizdan iltimosim bo'lardi. Mana shu ko'rsatuvda iloji bo'lsa bizlarni kerakli zvenogacha, kerakli bosqichgacha yetib borish kerak. Shu savolimiz advokat sifatida men masalani qo'ymoqchiman. Kerak bo'lsa bu bo'yicha advokatlik so'rovlari ham kiritaman. Ana shu qarorda qabul qilinayotgan yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimi agarda mana shu qonunni ishlatganda edi amaliyotda shu men haqimda mana shu qaror qabul qilindi 29-03 mart 2025-yil 9100 sonli raqam. Men savol qo'yaman, mana shu qarorda qabul qilinayotganda nahotki shu qonun talabiga zid ekanligini bilishmasa? Balkim bilishar. Men savol qo'yaman. Endi bu narsani biza butun jamiyat konstitutsiyada oxirgi o'zgartirishda shunaqa modda qabul qilindi. Jamiyat fuqarolar manfaatida, ya'ni o'sha konstitutsiyaning 20-moddasi 5-bo'limida har qanday kelishmovchi, endi men buni doslovno emas, bir tushunarli tilda aytaman. Davlat bilan jamiyat o'rtasida, fuqarolar o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, agar qonunda bu narsa nazarda tutilmagan bo'lsa, har qanday nizo fuqaro foydasiga hal bo'linadi deb aytilgan. Va mana shu konstitutsiyani sudlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri me'yoriy huquqiy hujjat sifatida qo'llanilish bo'yicha amaliyot qabul qilindi. Oldinlari bizda o'sha konstitutsiyani mana shu moddasiga asosan shu topshiriq, mana shu qaror deb qabul qilinmagan. Aynan mana shu o'zgartirishdan keyin konstitutsiya moddalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llash amaliyoti boshlandi bizda. Ajoyib. Endi mana shunga qo'shimcha qilib aytsam, hozir qarangda, nima uchun masalan fuqarolar nohaq ayblansa yugurib yurish kerak. Masalan, mashinani raqami noto'g'ri chiqib qolsa kompyuterda, ba'zi paytda bo'ladi, mashina Lacetti bo'ladi, Cobalt'ga keladi jarima. U aytadi, aka, men u paytda o'tmaganman. Butunlay menimda jarima emas bu deydi. Bu yoqqa borsa, men bilmadim deydi. Bu qanaqasiga bu? Yo bo'lmasa, mana mashinani bir oyna ortadigan bor-ku, Matiz'da ko'rganman. Matiz'da oyna ortadigan sinib pastga tushib qolgan, o'sha hali 7 raqam ustiga tushganmi, biri bo'lib qolganmi, xullas, kalon boshqa insonga borgan jarima va uni endi admin qilish uchun u yoqqa bor, bu yoqqa bor. Sarsongarchilik. Nimaga shu narsa, mana shu narsa meni qiynaydi-da. Endi bu bo'yicha qanaqa baho berasiz shunga? Baho beraman. Men bahoyim bu g'ayriqonuniy harakat bu. Bu qonunga zid bo'lgan harakat. Albatta biz huquqshunos advokat sifatida buni hozircha ming afsus o'sha qonuniy yechimi faqat sud orqali ming afsus. Lekin men mana shu jarayondagi suhbatimizni qaniydi shu milliy qonunchiligimiz palatasigacha yetib borsa-da bizlarni shu murojaatimiz, mana shu suhbatimiz ko'proq uchun like bosing do'stlar. Mana shu videoga like bosing, kommentariy qoldiring. Albatta bu rekomendatsiyaga chiqadi. Ya'ni kerakli maqsad bu yerda jamoaviy manfaatda, jamoaviy. Men endi qoidabuzarlik qilish tarafdori emasman, uni ham aytib qo'yaman. Men o'zim imkon qadar qoidani buzmaslikka harakat qilaman. Baribir inson xato qiladi, bir har qanday holat bo'ladi va xato qilgandan keyin albatta tan olish kerak, u qaytarilmasligi kerak. Lekin bu qilingan xato ham agar qonunga zid ravishda sizga nisbatan chora ko'rilsa, bunga albatta odam o'zining munosabatini bildirish kerak. Men shuni tarafdoriman. Bu savolingizga hozir aynan bunaqa holatlar ko'p. Masalan, undan tashqari ekstremni shoshilinch ravishda tez tibbiy yordam mashinasi yoki ichki ishlar yoki yong'in xavfsizligi mashinasi kelyapti, siz palasida turibsiz, yo'l berdingiz, sizga jarima keldi. Kim buni bekor qilish kerak? Men aytamanki, hozircha amaliyotda, qonunchilik amaliyotida ming afsuski faqat o'sha
unga nisbatan o'sha jarima qo'llanilgan o'sha fuqaro o'zi murojaat qilish kerak sudga, lekin men aytaman bu holat albatta bekor bo'ladi, lekin fuqarolarimizga aytaman, men shu narsani tushuntirgan bo'lardimki, shu qarorni bekor qilish bilan to'xtab qolish kerak emas. Qaror bekor bo'ldimi, har qanday sud orqali bekor bo'lingan qarorning orqasida o'sha manfaatdor bo'lgan fuqaro shaxs moddiy va ma'naviy zarar undirishi talab qilishga huquq paydo qiladi. Endi men moddiy ma'naviy zararni ham tushuntirib beraman, qanday u narsani murojaat qilish mumkin, qanday o'sha ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida yoki jinoyat shu jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy ma'naviy zararni sud orqali fuqarolik tartibida sudlarda undiriladi, da'vo ariza kiritiladi. Da'vo arizada mana shu siz ko'rgan zarari, moddiy zararingizni aniq faktlar asosida keltirib berishingiz kerak. Masalan, siz necha kun ishdan qoldingiz? Yollagan bo'lsangiz, advokat yolladingizmi? Qancha vaqt sarfladingizmi? Bu hozir ma'naviy zarar, uni tushuntiraman. Ana shu, masalan, kasal bo'lib siz biror bir shifoxonaga uchragan bo'lishingiz mumkin, asabiylashib, odam qanaqadir stressga tushib, kasallik orttirib, hammasini hisob-kitob qilinadi, faktlar bilan, cheklari bilan. Bu yetkazilgan moddiy zarar hisoblanadi. Ana endi ma'naviy zarar nima? Ma'naviy zararda qonunchilikda qalb jarohati deb tushuntiriladi. Insonga o'sha jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida yetkazilgan qalb jarohati, ya'ni qalbiga ozor yetdi, yuragiga ozor yetdi. Bizda amaliyotda bo'lganmanda o'sha ma'naviy zarar sifatida men bir 10 million undirib berdim. 100 million so'rab. Endi eng asosiy joyini aytaman, men bizlar kuzatuvchilarga, ma'naviy zarari miqdori bormi? Yo'q, menimcha. Yo'q. Do'stlar, eshitib oling, ma'naviy zararni sud o'zini holatidan kelib chiqib baholaydi, lekin so'rayotgan vaqtda 500 million so'rash ham mumkin. 1 milliard so'rashingiz mumkin, 100 million so'rash, 100 milliard so'rashingiz mumkin. Endi bu bir xillarda sudlarga ariza topshirilayotganda mana bir 2-3 yil oldin bir shov-shuv bo'ldi, bir holat bo'yicha 13 milliard ma'naviy zarar so'ralganiga hamma shov-shuv bo'ldi. Qatdan osmonni olib qo'ydi. To'g'ri tushunish kerak. Bizlarga nisbatan o'sha qonunga zid ravishda qarorlar tuzilyaptimi? Biz ham bu qonunga zid emas bu harakatimiz. 100 milliard bo'ladimi, 1 milliard bo'ladimi, 500 million bo'ladimi? Ma'naviy zararni endi o'zimizning tilda kerak bo'lsa og'zingizga siqqanicha aytsangiz bo'ladi. Xohlaganingizcha. Aziz yurtdoshlar, rahmatga haqbozlar belgilab qo'yinglar o'zinglar uchun. Rahmat javobingiz uchun. Endi yana bitta narsa. Men bitta shu joyda qo'shimcha qilib ketaman. Ana shu endi albatta bizda texnika rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti. Mana har bitta murojaatimizni onlayn, boshqa ko'rinishda yuborish nimalari bor. Bizda hozir sudlarda ham xuddi e-sud orqali shunaqa tartibda murojaatlarni jo'natish imkoniyati ochilgan, u ham alohida tartib, bu bo'yicha alohida bir nima qilish kerak. Lekin men o'sha Milliy qonunchiligimiz palatasiga, shu qonunchilik sohasida ishlayotgan mutaxassislarga, mas'ullarga shu narsani bir tavsiya qilgan bo'lardim, so'ragan bo'lardimda, aynan yo'l harakati xavfsizligi qoidabuzarligi ustidan sudlarga kiritiladigan shikoyatni qanaqadir yengillashtirish kerak. Masalan, aytaylik, mana shu ro'dga keldi. Ro'dga huquqbuzarlik bo'yicha keldi, siz norozisiz. Mana shunaqa bir platforma ishlab chiqilsin-da, bu norozichiligingizni mana shu joydan jo'natsangizda u sud tartibida ko'rib chiqilsa. Qaror raqamini kiritsangiz, siz topadi. Qanaqadir qilish kerak, o'zini vajini kiritish kerakda, qandaydir kiritsa, o'sha yetib borsa bu sud jarayonida ko'rib chiqilsa. Yoki raqamlashtirish ma'nosida. Raqamlashtirishni kuchaytirish kerak. Bu bo'yicha bizda o'sha yetarlicha ishlar olib borilgan, resurslar qilingan, o'sha davlat tomonidan qanchadan qancha bu moliyavilashtirish boshqa holatlar bo'lyapti. Ana shu holatda ham e'tibor qaratilsa, aynan mana shu qarorlarni hozir sud orqali bekor qilish bu juda katta jarayon bu. Chunki 100 ta jarima bo'lsa, men to'liq ishonch bilan ayta olamanki, 95 kishi to'laydi shuni. Hozirgi vaziyatda 4 kishi, chunki men 10 ta odam bilan gaplashsam, qo'ying aka, boshim og'rib o'tiraman. Boshim og'ritamanmi? Masalan, oddiy o'sha rement hozir olyapti, nimada xavfsizlik kamera olyapti, 93,5 ming. Buncha sudlashib tortishib yurgandan ko'ra odamlarga to'lab olish ma'qulroqda. Ana o'sha uchun nima uchun men aytamanki, mana shu holat bizlarda fuqarolarimizni manfaatiga emas,
tadbirkorlarga, endi bu tadbirkorlar foyda ko'ryapti. Qaysidir ma'noda bu budjetga ham tushum bo'lyapti. Lekin budjetga ham tushumi tadbirkorda ham o'sha mayli qandaydir ma'noda daromad ko'rishi qonun doirasida bo'lishi kerak. Qonunda albatta men shuni aytmoqchiman. Hozir mana yuqorida aytib o'tdingiz, shakllarni ham o'sha I, T, P, G shaklda o'rnatilgan bo'lishi kerak, 6 metr baland bo'lishi kerak. Metal ustunga cho'tki ko'rsatib, aniq konkretni yozib qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasi 238 qarorida aytgansiz. Aytib o'tdingiz. Demak, endi belgilarichi, u stalbaga o'rnatadi ba'zi belgilarni. U belgilar asosan biz ko'ramiz mana belgi turadida, belgining ostida 60 mi 70 mi osib qo'ymaydi. U necha yurish kerak o'sha yerda inson? O'zi tezlikni 70 dan 60 ga tushirgandan keyin men har safar aytaman, yana aytishdan charchamayman bu gapni. 70 dan tezlikni 70 dan 60 ga tushirib qo'ygandan keyin odamlarni ikkilantirib qo'yapti-da. Ba'zi joylarda 60 yurish kerakmi, 70 yurish kerakmi, balki bu joyda 100 dur. Radar turadi, belgisi turadi, belgining ostidan cheklangan tezlikka osib qo'yishdan nima bo'ladi? Ana shu yoki atiylatma shunaqa qilishadimi bu odamlar tezlikka tushish uchun, yo bo'lmasam shu joyga kelganda shuncha mnogo millionlidir uchasiga ketganda juda qimmat narsani qo'yib radar qo'yishga qurib yetgan inson nahotki bitta belgini 60 yoki 70 deb yozib qo'yish shunchalik qiyin. Maqsad o'zi nima? To'qnashuvlarning oldini olish, o'sha har xil fojialarning oldini olish bo'lsa, marhamat qilib ko'rsatib qo'yish kerak-ku. Radarlarni bekitib qo'yishni nima deysiz? Mana berkinib faoliyat olib boradigan mulk radarlar haqida ham ko'p muloqot qilganmiz. Bunga nima deb qaraysiz? Bizani mana shu 2-3 ta masala ko'tardingiz. Men shu birinchi yo'l belgilari haqida to'xtalaman. Yo'l belgilari bu albatta u yo'l belgi birinchi navbatda u shu haydovchini qoidabuzarlik qilishini kutib turib uni jarimaga solish emas maqsad. Qonun talabi, qonunning maqsadi mana shu insonlarni qonun buzilishini kamaytirish. Uni poylab turib jarima qilib pulga urib naq qilish emas. Endi asl maqsad shu. Ming afsus, lekin men sizga mana hozir murojaatchilar esidami yo'qmi bilmayman, sizga katta rahmat aytaman. Mana shu yo'l belgilarini tegida o'sha haydash cheklangan haydashi o'sha nechida ketayotganligi cheklovni qo'yilish bo'yicha birinchi talabni shu masalani ko'targan o'zingizsiz. O'sha 2023-yilda eslataman, kerak bo'lsa videosini ham qo'ying buni. O'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida maxsus ko'rsatuv bo'lgan Toshkent telekanalida. O'sha yerda ikkita masalani ko'targansiz. Birinchi masala mana shu nimalarni cheklangan nechida ketish kerak, 60 mi 70 mi shuni qo'yishda nima qilib ancha o'zgarish bo'ldi. Shundan keyin ikkinchi masalan, uni ham alohida gaplashamiz. Oxirida bor mavzuda. Endi uni keyin gaplashamiz. Endi aynan mana shu masalani o'zi yo'l belgisi qo'yilishi tartibi haqida men qisqacha to'xtalib o'tay. Qanday qo'yilishi kerak o'zi yo'l belgisi? Albatta, mana shu. Yo'l belgisi bu masala ham eng yuqori minbarda ko'tarildi kuni kecha. Davlatimiz rahbari bu bo'yicha qayta inventarizatsiya qilish kerak degan ma'noda gapirdilar. Qayta shaharda o'rnatilgan hamma o'sha to'xtash taqiqlanadigan yo'l belgilarini qilish kerak. Shaxsan men mana shu joyda men bir marta gapirganman. Ikkinchi marta gapirmoqchiman. O'zi yo'l belgilari qanday o'rnatilishi kerak talab. Men qisqacha qilib xalq tilida tushuntirmoqchiman. Aynan yo'l belgilari o'rnatilishi bu amaldagi qonunchilik talabiga ko'ra o'sha hududiy bizda mana mahalla fuqarolar yig'ini deymiz. O'sha mahalla fuqarolar yig'inida ko'tariladi. Boshida mana shu hududda ko'chada aytaylik, men o'zimni shu mahalla misolimda aytay, Yangi Sebzor mahallasida, mahallada ichiga kiraverishda bitta shu ikkita uchta joyda to'qnash ko'p sodir bo'ldi. Keladi, bir-biriga yo'l bermaydi, to'qnash bo'ladi. Oyiga bir 5 ta 6 ta shunaqa yo'l, ya'ni transport hodisasi kuzatildi va mana shu joyda mahallada biz keyin ko'tardik. Kim yo'l berish kerak, asosiy yo'l kimniki, ko'chaning ichidagi yo'l. Kim yo'l berish kerak? Mana shu masalani ko'tarib, muhokama qilib, mahallaga qo'yib, mahallada deputat bor, vazifasini bajarish kerak. Ular qaror bilan o'sha tuman xalq kengashiga ko'tardi. Tuman xalq kengashi shu ma'qul topib o'sha mutaxassis yolladi. Uni jarayonlarni tushuntiryapman-da. U oddiy shunchaki olib kelib o'rnatib ketish kerak emas yo'l
o'sha yo'l belgilari bosqichma-bosqich tartib bilan kamida 8 ta bosqich bor. Endi bitta belgi qo'yish uchun. Bitta belgi qo'yish uchun men hozir daskanani bitta tushuntirish maydalashmayman. Tezlashtirib aytyapsiz hozir. Tezlashtirib aytyapman. Kam desak mahallada muhokama bo'ladi. Mahalladan keyin mutaxassislar o'rganadi joyida. Bu xalq tuman kengashi qarori qabul qilinadi. Xalq tuman kengashi qaroridan keyin o'sha tuman shahar hokimini shu xususda bu moliyaviy mablag' bilan bog'liq resurs ajratiladi va resurs ajratilgandan keyin maxsus qarori chiqib tuman shahar hokimining qarori chiqib va mana shu yo'l belgisini o'rnatish vakolatli organi bor. O'sha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qoshida o'sha yo'llarda o'sha davlat belgilarini nimalarni o'rnatish o'zini formirovkasi bor. Ana o'sha organ shug'ullanadi buni. Bu xohlagan odam kelib, tadbirkor kelib o'rnatib ketish kerak emas. Yo'llarni bo'yash, umuman mana shu yo'l harakati xavfsizligini qoidalarni, yo'l belgilari, chiziqlar chizish boshqa bilan maxsus vakolatli organ bor. Ana o'shanga yuklanadi va mana shu organ ijrochi tashkilot hisoblanadi. O'sha tuman shahar kengashi yo vakolatli organ tomonidan qabul qilingan qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha belgilangan loyiha chiziladi. Loyiha ham alohida katta loyiha. Har bitta joyga kelib yo'l harakati qoidasi o'rnatiladi. O'sha belgilar. Endi amaliyotda men shaxsan bitta shunaqa holat uchradi. Bu shaharda deyarli ko'p bo'lsa kerak. Men ochiq shu narsani ochiqlantirmoqchiman. Abdulla Qodiriy ko'chasi Qurilish vazirligining bekatidan to o'sha Shayxontohur hokimiyatigacha bo'lgan yo'lda mana shu Abdulla Qodiriy ko'chasidan Qurilish vazirligi bekati o'tgandan keyin oliy ta'lim muassasasi bor, maktab bor, o'sha yerda xususiy maktab. Ana shu maktabda oldida shu video kuzatuv kamera o'rnatildi. Endi mana shu kamera o'rnatilgandan keyin tabiiyki uni qatorasiga hammasi to'xtash taqiqlanadi degan belgisi o'rnatildi. Kamera va belgi bor. Belgi bor, o'rnatildi va mana shu belgi men shaxsan o'zim shunaqa bir xulosaga kelganman, o'zim advokat sifatida o'rganganman bu narsani. Va mana shu yerda to'xtamaslik imkonsiz u yerda. To'xtamaslik nima uchun? Chunki bu hududda 3 ta oliy ta'lim muassasasi. Birinchisi bor oliy ta'lim muassasa, o'rta maxsus, yonida o'sha imkoniyati cheklangan maktab. Endi xususiy maktabga o'zim bilan nomi bilan xususiy bu maktabga keladigan farzandlar 90% mashinada keladi, hammasi ota-onasi olib keladi, olib ketadi. To'g'ri, u yerda kirib tushirish kerak. Endi bir xil paytlarda shunaqa bo'ladiki, ertalabki tirbandlikda ota-onalar yo'lni o'ziga tushirib olib ketadi. Majbur to'xtash kerak, iloji yo'q. Va mana shu qoidabuzarlik shaxsan men mana shunda qoidabuzarlik masalasi bo'yicha 17 ta qaror, jami adashmasam 27 ta qaror bilan men qo'limga oldim. Shu qarorni sudga berdim. Sudga bergandan keyin hammasi bekor bo'ldi-da va o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida mana shu radar o'rnatilishi masalasini ko'tardim. Advokat so'rovlarini kiritib, o'rnatilgani, qonuniy o'rnatilgan auksion orqali boshqa hammasi, unga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Lekin aynan mana shu yo'l belgilari o'rnatilganligini men javob xatini olib, na kulishi bilaman, na bir gapirishi bilaman. Endi bu narsani men majburman ochiqlantirishga, jamoaga. Qisqacha aytib bering jamoaga. Jamoaga endi biza mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshdi-da. 25-yil, 34 yil bo'ldi. Meni qo'limga yetib kelgan javob xatiga o'sha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tayanayotgan qonun o'sha 1986-yilda qabul qilingan 40 yil bo'lgan. 40 yil bo'lgan, salkam 40 yil bo'lgan. Salkam 40 yil bo'lgan o'sha государственный, o'sha межгосударственный xalqaro xalqlar o'sha межгосударственный standart deb nomlanadi. U o'sha Soyuz vaqtida qabul qilingan. To'g'ri, bu qonuniymi degan savol berasiz menga bu. Chunki bu narsani tortishuv bo'ldi. Ming afsuski qonuniy kuchga ega shu hujjat. Nahotki 40 yil ichida endi o'zimizni bir o'sha ishlab chiqqan bir jarayonni men tushuntirib ketaman. Nima uchun u hozirgacha qonuniy?
Chunki o'sha mustaqillikka erishgandan keyin o'zidan o'zi ma'lumki, qonunlar, ayrim qonunlari to yangi qonun qabul qilingunga qadar to'g'ridan to'g'ri amaliyotga qo'llanilgan. Bu ham xalqaro standart ham aynan standart sohasida juda ko'p bunaqa bizada jarayonlar. Lekin mana shu 40 yil salkam 40 yil ichida mana shu men endi shunchaki kamsitish ma'nosida emas qaysidir organda, lekin shunaqa xat berishdan oldin sal buni ijrochi tayyorladi, bo'lim boshlig'i qo'l qo'ydi va adashmasam hozir yo Toshkent shahar boshqarma boshlig'i yo o'rinbosari qo'l qo'yib menga xatni o'sha jo'natyapti. Advokat so'roviga javob. Endi men buni oshkor qilganman. Nimaga men savolim haligi biza aytgan 8 ta bosqich bor edi, kamida endi bir majoziy ma'noda aytyapman. 5 tadir, 6 tadir, 3 tadir. Nimaga aynan o'sha joyda, o'sha ko'chada aynan shu tartibga amal qilinmasdan 86-yildagi qonun bilan amal qilib yo'l belgisi o'rnatilyapti. Men bunga o'sha tuman hokimligiga, Shayxontohur tuman hokimligiga ham so'rov kiritdim. So'radim, aynan mana shu yo'l belgilarini o'rnatilishidan sizlarda qanaqadir hujjatni qabul qilish kerakmi deganda, afsuski men ulardan javob ola olmadim. Ana o'sha uchun men aytamanki, bu bekorga kuni kecha yuqori minbarda ko'tarilmadi bu masala. Chunki bu masalani ko'tarilgani o'sha bu tekshirilgan, ko'rilgan, men o'ylayman yo'l jamoatchilikni ham bir nimasiga norozichiligiga sabab bo'ldi. Asosi bor. Ko'pchilik norozi bo'ldi. Haqiqatan ham 327 hamma joyga tiqib tashlashganda, biron bir joyga borsangiz, mashina qo'yishga joyi aylanib qiynalib yurasizlar. Bular bo'lmas joyga, yo men tushunaman, parkovka boshqa pul degandek, lekin ba'zi joylar bor, majbursiz to'xtashga. Men hozir aytamiz, maktab bo'ldi. Qanaqa to'xtamasdan turib tushirib ketmaysiz-ku yo'lovchini. Ana shu jarayonda kuniga men o'ylayman o'sha yerda 150-200 ta qoidabuzarlik qayd etilsa kerak. Kuniga. Chunki 500 ta mashina hozir ham bo'lib turgandi biza bu narsani. Endi bu narsa nima uchun mana hozir siz aytyapsiz, gapingiz bo'ldi, sud mana bekor qildi deyapsiz-a? Sud bekor qildi. Siz o'zi shu qarorlarni bekor qildirgansiz. Nimaga shuni nohaqligini, noto'g'riligini bila turib, ha? Misol uchun, nimaga hali ham haligi tegsa 5, tegmasa 15 degandek bo'lyapti-da. Nimaga hali ham davom etyapti? Nimaga qolganlar, bilmaganlar azoblanib pul to'lab yurish kerak? Xo'p, shu noto'g'ri ekan. Undan ko'ra shu belgini olib tashlasin unda. Olib tashlasin belgini unda. Meni fikrim bu, yana bilmadim. Mana siz hozir professional advokat, yurist sifatida shuni yengib chiqdingiz. Ya'ni shuni atmina qildirdingiz, ya'ni bekor qildirdingiz qarorni. Lekin hozirgacha mana hozir kimdir tushgandir-ku o'sha joyda, misol uchun. Hozir men bizga gaplashib turgan jarayonimizda balki kimdir statistikani ko'tarsak bir 10 ta odam tushgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Men shuni aytaman-da hozir. Men tushunmayman, bu sud qarori sud bekor qildimi? Demakki bu noto'g'ri. O'shanga qanaqadir munosabat bo'lishi kerak. O'sha noqonuniy deb topilgandan keyin o'sha yo'l belgisini taqdiri muhokama qilinishi kerak edi. Mana o'ylayman, mana shu minbarda biz ham muhokamaga qilyapmizmi shu masalani? Endi bu ham muhokama qilinadigan mavzu emas deb aytishim mumkin, lekin muhokama qilmasa bo'lmayapti. Muhokama qilmasa, ko'tarmasa bo'lmaydi. O'sha uchun muhokama qilishga majbur bo'ldik. Men o'ylaymanki, bizlarning bu muhokamamiz qonun doirasida albatta bu. O'zimizni e'tirozimizni bildiryapmiz. O'sha konstitutsiya huquqlarimizdan belgilanib, huquqlarimizdan belgilanib, albatta hamma qonunlar, hamma o'sha qabul qilinayotgan normativ huquq hujjatlar eng avvalo jamiyatimizga, fuqarolarimizga ularni qulayligi uchun xizmat qilishi, manfaati uchun xizmat qilishi shart. Kimnidir manfaati uchun emas. Mana yaqinda rahmat fikrlaringiz uchun, yaqinda xudo xolisa 1-iyundan kuchga kiradigan qonunlarni biz ijtimoiy tarmoqda ko'rdik. O'zimizni ham shaxsan meni ham chaqirishdi. Men ham bir o'z fikrlarimni bildirdim. Bu qonun misol uchun ko'p haydovchilarga bir yaxshi kayfiyatni bag'ishlaydi deb umid qilaman. Aynan shu yo'llarda majburan yo'l tasmalarini, ya'ni yo'l chiziqlarini bosishga majbur bo'layotgan haydovchilarimiz bor edi. Shaxsan o'zim ham majbur bo'lib bosib o'tganman. Oldimizda Volga buzilib qolgandi. O'sha ustida yuk olib ketayotgan Volga buzilib qolgan, katta hamma yoqda kamera atrofda bosib o'tishga majbur bo'lganmiz. Endi uni atmina qildirganmiz baribir. Lekin aytmoqchimanki, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'libdi. Ya'ni shu nohaq ayblanayotgan, majbur bo'layotgan insonlarga yengillik bo'libdi. Endi bu degani
bemalol bosib xohlagan ishini qil degani emas albatta. Chunki YPX xodimi agar vizual uni kuzatib ko'rsa, albatta sizga hattoki ball yozishi mumkin. Buni xabaringiz bor. Ball bo'yicha ham ball sistemasi ham joriy qilinadi. Birinchi maydan adashmasam shunaqa. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yurasizlar. Endi hozir yana bitta takliflarim bor. Ajoyib taklif bor. Kunimiz mana kundan kunga issiqlashadi yozda bizda chillasida masalan tonirovka masalasini ham bir siz bilan ozgina o'zingizni fikrlaringizni qiziqsam tonirovka bo'yicha, chunki tonirovka taklifi bizda aynan menda hozir shundayki tonirovkani hamma ham 1 yilga sotib olish imkoniyati yo'q. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardim, tonirovkani davlat tomonidan o'sha 2 million 700 ming so'm bo'lsa, o'z Mygovdan sotib olsangiz, o'shani 1 yilga mayda-maydalab, ya'ni 225 ming so'mdan tushadi taxminan. O'sha summadan 1 yilga har oyda bo'lib berishga foizsiz o'zini pulini bo'lib berishga imkoniyat yaratilsa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda ham xursand bo'lardik ko'pchilik. Keyin bundan tashqari, agarda kimgadir 1 yilga emas, balkim 6 oyga kerakdir. 6 oyga balkim buni bo'lib to'lashga hattoki shuni bir shakllantirilsa, menimcha xalqimiz bundan foydalangan bo'lar edi. Chunki har bir xalqimizning har bir qatlami tonirovkadan foydalanishga, o'zini quyoshdan, o'sha quyoshning nurlaridan, zararli nurlaridan o'zini saqlashga, sog'lig'i uchun kurashishga haqqi bor. Bu o'zi xususiy mulki, ya'ni sotib olgan mashinasi va o'z mashinasini har xil xohlagan darajada o'zgartirishi mumkin o'zi aslida. To'g'ri, bu qayta jihoz boshqa bu alohida tema. Lekin tonirovkadan foydalanishga haqqi bor. Endi yana bitta narsa, agar imkoniyati bo'lsa, mana shunaqa bir ma'lumotga ega bo'lib qoldim. Qarang, Qirg'izistonda shunday ekanki, tonirovkaning narxi 1000 dollar ekan. Qirg'izistonda, Tojikistonda esa 600 dollar ekan. Shunday bir imkoniyatlar berilgan ekan, Qirg'izistonda mana shu taklifni berardim. Inson haydovchi 1 yilligini misol uchun 2 million 700 bo'lsa, 2 yilligini to'lab qo'ysa, tonirovkani birdaniga 2 yilligini to'lab qo'ysa, 3-yili bonus sifatida taqdim qilinar ekan. 3 yilga demak 2 yil narxiga 3 yilga tonirovkani berar ekan. Endi undan tashqari agarda o'sha mashina almashsa ham boshqa bo'lsa nima bo'lgan taqdirda ham o'sha insonni bo'lishi mumkin-ku. Tonirovka tortib qo'ydingiz, 2 yildan keyin mashinangizni almashtirib yordingiz, boshqa mashina oldingiz, lekin tonirovka o'z kuchida qolar ekan. Mana shu taklifni men taklif qilaman. Bizda ham shu narsani joriy qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, bizda tonirovka qimmat, boshqa deydi. Lekin mana qo'shni davlatlarni qarasanglar, Qirg'izistonda juda ham qimmat. Bizda ham qimmat edi. Talashib, tortishib narxini tushirdik o'zi. Aslida ochig'i, to'g'risi. Shuning uchun bu uchun rahmat aytamiz rahbariyatimizga, mana shu jarayonda ishtirok etgan barcha insonlarga rahmat aytamiz va 210 dollar qo'pol qilib aytganda bu menimcha normal narx, ya'ni o'rtacha. Chunki mana hattoki Qozog'istonda ham tonirovka mumkin emas, Turkmanistonda mumkin emas ekan. Men do'stlarim borda, ular bilan gaplashib turaman. Tojikistonda esa 600 dollar ekan 1 yiliga. Shuning uchun do'stlar, kelinglar shu narsani bir o'zingizning fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Men hozir fikrimni aytdim, taklifimni aytdim. Siz huquqshunos sifatida buni qanaqa baholaysiz? Bu qanchalik to'g'ri taklif? Nima deb o'ylaysiz? Xalqimizga yengillik bo'larmidi? Albatta bu taklifni qonuniylashtirishi bu parlament darajasiga ko'tarish shart emas buni. Buni oddiy masalan kechiktirib to'lash imkoniyatini berish, bu turli xil platformalar bor, qancha nimalar bor. Buni to'lov aniq, faqat uni bo'lib to'lash imkoniyati birinchisi shu berilyapti. Buni masalan qaysidir tijorat banklari tomonidan amalga oshirsa bo'ladi bu taklifi. Bu qonundan hech qanaqa chetga chiqib ketish emas. Hozir asosan siz bildirilayotgan taklif bu tonirovkadan o'sha foydalanish. Masalan, o'sha fuqarolar o'zini o'sha bu narsani ijtimoiy tarmoqda ko'p ko'tarilyapti. Haqiqatan ham o'sha buni meditsina nuqtai nazaridan insonga o'sha quyosh nurini zarari hisob-kitob qilsa, boshqa qilsa, bu o'zi aslida tekindan bo'lishi kerak degan to'g'ri fikr ham bersa bo'ladi. Aslida tekin bo'lishi kerak o'zi. Aslida tekin bo'lishi kerak. Nima uchun biz o'sha quyoshdan himoyalanishimiz uchun pul to'lashimiz kerak degan fikrlar bor. Fikrlar ham yo'q emas, bor albatta. Mayli siz tomoningizdan aynan bu narsani joriy qilinishi, bu tezlik bilan, bu albatta bizlarning kuzatuvchilarimizni harakatiga, shijoatiga bog'liq. Bu narsani o'sha real manzilga yetib borish uchun faqat ko'proq qo'llab-quvvatlash kerak bu fikrda va izohlarda o'zini fikrini qoldirish kerak. Rahmat. Endi yana bitta narsa meni hozir o'ylantiradi. Mana yaqinda
tonirovka yopishtiradigan insonlar bilan ham gaplashib turamiz. Shu paytda mijozlar kelib aytadi deydi, 1%, 2% uchun ham bizni YPX xodimlari jarimaga tortyapti degan vajlarni gapirishyapti. Bu oddiy gap emas, osmondan olmadim. Bu gapimizga javob beramiz, kerak bo'lsa kerak joyda. Endi aytmoqchimanki, mana shu hozir 70% dan o'tkazuvchanlik 70% dan past bo'lsa deydi, 68 bo'lsa deydi, jarimaga o'zi 1% ga 2% ga pogрешность bergan bo'lsa deydi. Pogрешность deydi. O'sha o'zi har xil avtomobillar bor va ularni ishlab chiqaruvchilari ham har xil, tabiiy holki, va oynalarni ham bir xil standarti yo'qda. Har bitta avtomobilning oynasi qaysidir 10% ga, qaysidir o'sha butilka svet deymiz, ko'kimtir bo'ladi, qaysidir sarg'imtir, oqimtir bo'ladi va ularni ham o'zining foizlari bor. Qaysidir mashinaniki 10%, qaysidir 15% bo'ladi-da, misol uchun, qaysidirki 5% bo'lishi mumkin. Shuning uchun men shu yuqoridagi barcha texnik jihatlarni aytmoqchiman. Texnik jihatlarini hisobga olgan holda o'sha o'tkazuvchanlikning 70 emas 60% qilishni men taklif qilgan bo'lardim. Ya'ni 10% pogрешность berishini, 1-2% ham emas. 60 va shunda maqsadga muvofiq bo'lardi. Demak, 65 bo'lishi mumkin, 63 bo'lishi mumkin, 66 bo'lishi mumkin. Ana shu diapazon menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi va fuqarolarimiz ham norozichilik kayfiyatiga olib kelmasdi bu va insonlar bunga menimcha yaxshi reaksiya berishar edi deb o'ylayman. Siz nima deysiz? Buni ham bir to'liq qo'shilaman taklifingizga. Buni amalga oshirish uchun demak o'sha belgilangan 70 miqdori o'zgarmaydi va uni hisob-kitob qilinayotganda texnik jihatdan xuddiki biza o'sha ruscha qilayotganda preveshение скорость mana o'zimizni tezlikni pogрешностьni oshirilayotganda 5 dan 10 ga ko'tarishga hozir tashabbus ketyapti. Ana shu narsa qabul qilinsa, aynan shu tonirovka masalasida ham ana shu 10% gacha pogрешностьda ruxsat berilishi yaxshi bo'ladi, shart bu narsani qilish kerak. Chunki bu texnik xodimlarning ham xulosasini agar oladigan bo'lsak, men ham o'zim shaxsan bu narsaga to'qnashganman. O'sha aynan mana shu tonirovka masalasi bo'yicha mutaxassislarning fikrini olganman. Tonirovkada hattoki o'sha o'lchayotganda o'sha yo'l harakati xavfsizligi xodim to'xtadimi, o'lchadimi, o'sha o'lchayotganda ham darajasi uni qorong'ida o'lchadimi, quyosh paytida o'lchagani yoki mana hozir 1-2% ga o'ynashi mumkin u narsa. Ana o'sha uchun bu 1%, 2% bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Hattoki o'sha bu jarayon sudgacha ketgan taqdirda ham o'sha sud tibbiy ekspertiza, ya'ni sud ekspertizasi tayinlangan taqdir, sud texnika ya'ni ekspertiza tayinlangan taqdirda ham ekspertlar ham 1-2% farqiga ya'ni shunaqa xulosa berish mumkinki, bu bo'yicha bizlarda xulosa berish imkoniyati cheklangan deb xulosa bersa bo'ldi. Bu уже qaysi tarafga sud qaror chiqarishga ikkilanib qolishi mumkin. Sudga bog'liq bo'lib qoladi. Albatta sud bunaqa holatlarda Konstitutsiyaning 20-moddasi 5-qismiga asosan o'sha fuqarolar yonini bosish kerak. Endi men aytmayman hamma sudlar ham qo'llaydi u moddani deb. Shuning uchun albatta bu qonuniy, to'g'ri taklif. Bu narsani imkon qadar siz mana kuzatayotganlar qo'llab-quvvatlash kerakda va o'sha kerakli manzilgacha yetkazishimiz shart. Albatta, aziz yurtdoshlar, mana hozir fikrlarni eshitdinglar. Bizning fikrlarimiz mana shu joyda qolib ketmasligi uchun albatta sizni biz chiqayotgan videolarni harakatga keltirish bu albatta avvalambor sizga bog'liq. Shu videoga albatta like bosing, o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring va albatta bu trendga chiqadi, xudo xolasa va manziliga yetib boradi deb o'ylayman. Barchamizga yengillik bo'lishini men so'rab qolgan bo'lardim. Demak, tonirovkani gapirdik, chunki men 10% ni nimaga aytyapman? Chunki inson falon million so'm pul to'lagandan keyin uni qiynab qo'yish kerak emas. 1%, 2% uchun olib borib jarima yoki shilplasa, boshqa qilib boshini ortish kerak emas deb o'ylayman-da. Shuning uchun hech bo'lmaganda shu 10% pogрешность yaxshi. Endi shu hozir bo'yicha men qisqa mana shu yerda bir tushuntirish berib ketay. Endi men bu kuzatuvchilarimizga u xohlagancha u qonunni buzinglar demoqchi emasman. Aslida o'sha ma'muriy huquqsizlik to'g'risidagi javobgarlik kodeksiga asosan amalga oshiriladi. Bizani ma'muriy javobgarlikda huquqbuzarlik sifatida harakat o'sha tonirovkada tegishli ruxsatni olmasdan turib foydalanishga javobgarlik bor. Albatta qonunchilikda bor. Endi bu holatda men aytaman, o'sha me'yor belgilangan. Agar
shu me'yordan oshsa nima bo'ladi degan savol. Yo'l harakati xavfsizligi to'xtatdi. Sizni 1 yil ruxsatingiz bor. Ruxsat tugamagan ruxsati. O'sha belgilangan me'yordan oshgansiz. Nima bo'ladi? Qaysi modda bilan sizni javobgar qiladi? Shu me'yordan oshirilganligi bo'yicha 126-modda bilan yoppasiga jazolash paytlari ham kuzatdik-ku. Bu qonunga zid harakat hisoblanadi. O'sha uchun agar nobod shunaqa holat tushib qolsa, fuqarolarimizga men aytaman, kurashinglar. Endi men aytmoqchiman, xohlagancha sizlarga ruxsat demoqchi emasman. Agar 1-2% endi o'zingiz 70% qilib belgilagansizda, aytaylik sizga bog'liq bo'lmagan holatda qorong'uda o'lchadi yoki noqulay ob-havo sharoitida balkim kim garantiya beradi? Shu YPX xodimi apparati noto'g'ridir. Siz xullas kelishmayapsiz YPX xodimi bilan. YPX xodimi sizga nisbatan shu tonirovka qoidasini buzding deb sizga ma'muriy bayonnoma tuzdimi? Albatta sudlashing. Sudga albatta yutib chiqasiz. Nima uchun? Chunki siz o'sha belgilangan me'yor talabni buzganligingiz uchun sizga javobgarlik yo'q. Yo'q. Demak, vaqtida joyida ishlab tashlashlari mumkin agar istasa mumkin. Istasa. Aziz yurtdoshlar, hozirgi taklifimni o'zingizlar eshitdinglar. Mana shu 70 emas, 60% yo bo'lmasa o'sha 70 ta qolaversin, lekin o'sha texnik jihatlarini hisobga olgan holda, ya'ni shu progressions deymiz, o'sha plus minus o'shani 10 qilib berishsa bizga juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi hozir yuqorida aytib o'tdim, 1 yo 2% uchun ham 68 uchun ham boshingiz ortadigan paytlarini bo'lishi mumkin. Demak, keyingi hozir progressions haqida gap ketdi. Endi oxirlab qolgan mavzularimizdan bittasi tezlikni progressions haqida yaxshi xush xabarlarni eshitdik. Bu uchun jon kuydirdik ko'p joyda. Siz bilan ham suhbatlar qilganmiz bu bo'yicha. Tezlik haqida ham mana ozgina to'xtalib o'tsak. Lutfulla aka, progressions 5 dan 10 ga ko'tarilishi. Avvalambor bu masalada men obunachilarimizga eng katta minnatdorchiligimni sizga aytmoqchiman. Chunki haqiqatdan ham endi men hurmatli bizlarni kuzatayotgan kanalimizni, bizlarni obunachilarimiz albatta sizdan iltimosim shu bo'ladi, o'sha bizlarni 2023-yildagi oktyabr oyidagi Toshkent telekanalimizdagi chiqishimizni ko'rsatasiz mana shu joyda va shu narsani mana shu 5 dan 10 ga ko'tarishdi muallifi mana shu qarshimizda o'tirgan do'stimiz Asqar aka. Bu bo'yicha albatta sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sizni mana shu ko'targan masalangiz kerakli manzilgacha yetib bordi. Men buni albatta bu biza sizga birlashdi, jamoa birlashdi, bizga birlashdik. Mana bizlarni kuzatayotganlar birlashdi. Qancha bu huquqshunoslar, advokatlar birlashdi, lekin men aytaman muallifi sizsiz shu masalani. Bu cheklov, chegirma 5 km/s qilib belgilangan bo'lsa, meni taklif qilgan bo'lar edim. Rossiyada masalan 20 km/s, ba'zi bir davlatlarda 10 km/s. Shu chegirmani 5 emas 10 qilish kerak. Ya'ni 70 km/s ko'rsangiz ham o'shundoq tirbandlik tiqilyapti-da, to'g'risi. Hamma ko'chamizda tirbandlik bor. Shu uchun 10 km/s ga ko'tarish kerak buni. Men shuni taklif qilgan bo'lardim. Mening fikrim degan maxsus sayt bor. Shu saytga shu savolni berib turib va shunga ovoz yig'ishimiz kerak. 10 mingdan oshsa, Xudo xohlasa, biz bunga erisha olamiz. Hammamiz bir yagona kuchimiz. Shu uchun tirbandlikni oldini olish bu 60 km nabarot qilib aksincha kechirasiz, hamma tirbandlik bo'lib ketdi. Albatta bu narsa amalga oshsa, buni rahmati albatta eshitasiz, buni rahmatini ham. Mana shu 5 dan 10 ga ko'tarilishi endi masalasini men qo'llab-quvvatlayman. Bu albatta kerak va shart. Bu o'sha texnik jihatdan agar oladigan bo'lsak, bu mutaxassislarning fikri bu. Aynan o'sha har bir avtomobillar harakatlanayotgan jarayonidagi u plus minus progressionsni o'sha 5 dan 10 ga ko'tarilishi bu har qanaqa avtomobilning texnik parametrlari har xil. Albatta. Kimdir agar yomon ikkita mashina ya'ni 17 diska bilan 14 diska bilan mana bu narsani amalda isbotlasa ham baloni o'sha bo'lishi mumkin, faqat protektorlar bo'lishi mumkin. 4 5 ta mashinani yonma-yon qo'yib baravar to'rttalasini ham 70 ga harakatlantirsa, ular ham o'sha 5 xil tezlikka tushadi deb. Bu narsa bu sinalgan jarayon, bu qonuniy talab. Bu qo'llab-quvvatladik. Buni biz hammamiz jamoa bilan siz o'zingiz shaxsan boshligingizda bu qabul qilinsa, albatta bu endi bu yerdagi tashabbusimiz bilan chaqirig'imiz bilan bu
tez yurish kerak degan emas. Albatta. Bu men qonunni ham bir qonun talabini ham tushuntiraman, hurmatli fuqarolar. Agar o'sha 60 tezlik harakatlanish mumkin bo'lgan joyda agar 5 dan 10 tezlikka qabul qilinsa, biz siz 70 gacha yursak bo'ladi degani bu gap emas. Biz 60 dan oshirmasligimiz kerak. Mabodo agar bizlarga o'sha qandaydir o'zimizga bog'liq bo'lmagan holatda shunaqa 65-66 harakatlanib qolib shunaqa qoidabuzarlik kelsa, bu bizlarning foydamizga hal bo'ladi. Mana shu joyda men yana bir qo'shimcha qilib o'taman. Bu insoniyatda o'sha haydovchilarda ham inson omili degan tushuncha bor. Inson omili hozir buni tugataylik, nima bo'yicha o'zgarishlar bor-ku, prezident tomonidan qabul qilindi. O'sha joyda ham bitta fikr bor. Shuni gapirib ketaman. Demak, men qo'shimcha fikr sifatida ana yaqinda davlatimiz rahbari tomonidan o'sha yo'l harakati xavfsizligi va haydovchilarimizga qulaylik yaratish bo'yicha o'sha tashabbuslari haqida men ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Bu aynan bu to'xtalishlar, bu tashabbuslar bizlarda haydovchi sifatida, men ham haydovchi, siz ham haydovchi, bu qonunni buzishimiz kerak degani emas, qonunni xohlagancha harakatlanishimiz kerak degani emas. Bu aynan o'sha yo'l chiziqlari borasidagi o'sha qonunchilikdagi o'zgarish haqida men to'xtalmoqchiman. Bu juda ham to'g'ri va adolatli qaror bo'ldi davlatimiz rahbari tomonidan. Demak, haydovchilar tomonidan bundan buyog'iga mana 1-iyundan boshlab o'sha harakatlanayotgan paytda agar stop liniyasidan tashqari boshqa o'sha chiziqlarni bosadigan bo'lsa, o'sha avtomatlashtirilgan qurilmalar orqali undan qoidabuzarligi qayd qilinmaydi degan, ya'ni yangi shu qoida qabul qilindi. Bu albatta to'g'ri va adolatli qaror deb hisoblayman. Bu narsa bu bilan biz xohlagancha bosishimiz kerak emas. Bu bo'yicha bekor bo'lgani yo'q. Bu bo'yicha o'sha aynan mana shuga bog'liq o'sha qoidabuzarliklarni yo'l harakati xavfsizlik xodimlariga o'tkazib berildi. Albatta yo'l harakati xavfsizlik xodimlari hamma jihatni e'tiborga oladi. Masalan, shunaqa holatda men misol tariqasida shunaqa holat bilan bilaman. Shaxsan meni otam bilan ketayotganda shunaqa bir holat bo'ldida, o'sha avariyaviy qandaydir avariyaviy holatni oldini olish uchun o'sha stop liniyasini bosishga majbur bo'ldi. Yoki bu sir emas bizga, endi bu tadbirkorlarimiz tomonidan uyushtirildi degan men tuhmat qilmoqchi emasman, lekin bunaqa chaqiriqlar bor. Aynan o'sha stop liniyasiga turgan paytda yoki uyushtirish emas, yo mashina buzilib qoldi. Baloni chiqib ketdi-da, o'sha holatda o'sha haydovchi tushib, o'sha yana favqulodda holatda chiroqlarni yoqib, mashinani tuzatishga tushdi. Qolgan orqadan kelayotgan butun o'sha kolonna nima qiladi? Patok. Chiziqni bosib harakatlanishga majbur. Video qayd, ya'ni video moslamasi taqillatib, bu yerda jarima urib yotibdi. Ya'ni endi albatta shunaqa holatlarda mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shunaqa holatlarda hozir bu haydovchilarimizga nisbatan adolatli qaror bo'ldi. Men o'ylayman, bu aynan mana shu holatda, mana shunaqa jarayonda yo'l harakati xavfsizlik xodimlarimiz ham Konstitutsiyaning 20-moddasi 5-qismiga asosan yo'l tutadi deb o'ylayman men. Chunki bunaqa holatda istisno holatlar bor, har qanaqa holatlarda ham o'sha istisno holatni e'tiborga olinish kerak, inobatga olinish kerak. Chunki haydovchi har qanaqa holatda baribir manyovr degan tushuncha bor bizda qonunchilikda ham, bu qoida bor, manyovr. O'sha manyovr qilayotganda vaziyatdan chiqib ketishda qanaqadir o'sha harakatni amalga oshirishi mumkin. Yana bitta shunda shu manyovrda endi shunaqa huquq berilganda haydovchilarga, agar ko'zi yetmasa o'sha qoidani buzib harakatlanish aytiladi. Masalan, aytaylik, o'sha qizil chiroqdan keyin yongan sariq chiroq yashilga borayotgan bo'lsa, bu yashil bo'ladi. Yashildan keyin sariq chiroq qizil yonsa, bu qizilni biz sariqda to'xtatishimiz kerak jarima. Lekin qoidada shunaqa holati borki, agar sizni harakat tezligingiz sizni o'sha shu yashil ya'ni sariq svetofor belgisi yonib qoldida, lekin sizni to'xtashingiz qolganlarga xavf tug'dirsa, siz mana shu jarayonda o'tib ketishga majbursiz. Qo'shimcha qilsam maylimi? Mana shu, ya'ni siz aytmoqchisizki, yashildan sariqqa demoqsiz-a? Yashil yonib turdi, harakat qildi, ya'ni yonib o'chdi.
siz kirib kelyapsiz, tezligingiz 40 dan baland bo'lsa, men shu joyni internetda ko'rib qoldim, bir odam chiqib gapirgan ekanlar, hozir qo'shimcha aytib o'tmoqchiman, gapingizga qo'shilaman. Sariq yondi, lekin siz kirdingiz, o'sha sariqda kirib kelgan paytingizda, ya'ni yashil o'chib sariq yondi, 40 km/soatdan tezligingiz baland bo'lsa, jarima kelmas ekan. Mana shu narsani u sudlashgan, boshqa qilgan, GAIga borgan, YPX nimasiga, boshqa nimasiga, xullas oxir o'sha inson chiqib gapirgan. Demakki, menga shunaqa javob oldim men, 40 km/soatdan baland bo'lsa, uniki 40 km/soatdan past bo'lgan ekan. Qarangda, men bu narsani bilmasdim ochiq, to'g'risi. Balkim bilsanglar, hozir kommentariyada yozib qo'yinglar. Mana shunaqa joylari bor ekan. Endi hozir yaxshi ma'lumotlarni, yaxshi yangiliklarni aytdingiz. Endilikda multiradarlar hammasi bo'yaladi, do'stlar. Albatta, ular ham mana YPX xodimi ichida o'tiribdimi? Albatta, mashinalar endilikda bo'yaladi, o'sha maxsus belgilar bilan ajratib qo'yiladi multiradarlar. Yangilik kutilyapti va mobil multiradarlar albatta ishlab turgan joyda radar belgisi ta'siri bo'lsa, ya'ni shu ta'sir ostida ishlaydi. Radar belgisi yo'q bo'lsa, ular endi ishlashga haqqi yo'q. Bu mavzuni Lutfulla akam oldingi podkastimizda aytganlar. Ya'ni kerak bo'lsa, multiradarlar ko'chib yuradigan multiradarlarning oldidan kerak bo'lsa, ko'chma mobil belgi bo'ladi, kerak bo'lsa, belgisiz ular ishlashi bu noto'g'ri turib shu inson aytganlar, birinchi bo'lib. Yashiringan yo'l chekkasida qo'yilgan radarlar, o'sha radarlarga tushsak va ulardan jarima kelsa, hattoki yo'l belgilari, masalan, o'sha chekkada turgan radar turibdi, lekin ogohlantiruvchi radar belgisi yo'q. Mobil radarlar ko'zda turilyapti va aholi yashash joyida turibdi. Misol uchun o'sha 70 bilan tushib qolsa va talab bo'lyapti, iltimos bo'lyapti, har bir qo'yilgan radar belgisi bor bo'lsa agar, uni tagida ostida cheklangan tezlikni ham ko'rsatib o'tishni men o'zim ham ko'p bu narsani olib chiqqanman, aytganman, bo'lmachilarim biladi, ko'pchilik biladi. Savol shundan iboratki, yo'l chetida yashirilib turgan radarlar qay darajada to'g'ri va hattoki radar belgilari yo'q, ya'ni ogohlantiruvchi belgilar yo'q yo'lda. Shunga qanaqa siz fikr bildirasiz? Avvalambor o'sha qonun har bir narsadagi, har bir holatga, har bir harakatga qonun bilan baho beramizda. Endi hozir biza qonunchiligimizda shunaqa narsa qabul qilingan, har bir harakat, har bir o'sha holat oshkora amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari mana hozir aytaman, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 24-dekabrda qabul qilingan 370-sonli qarori bor. O'sha qaror talabiga asosan aynan mana shu biz hozir radar yo'l belgisi haqida gaplashadigan bo'lsak, 543 5.43 sonli yo'l belgisi. Bu qarori talabi bo'yicha o'sha aholi punktiga kirasizmi? Katta trassaga ketyapsizmi? O'sha radar yo'l belgisi, o'sha radar, fotoradar agar qo'yilgan bo'lsa, albatta shu belgi o'rnatilgan bo'lishi shart, bu qonun talabi. Shu gapingiz hozir mana yaqinda mana Xudo xohlasa tasdiqlandi ham. Sababi manzilga yetib bordi degan umiddaman. Shu gap shu podkastimizni endi multiradarlar, statsionar radarlar, ko'chma radarlar, uch oyoq radarlari, barcha radarlar ya'ni shu radar belgisini ostida ishlashga majbur. Hatto ularni eshitgan bo'lsangiz, masofasini ham belgilab berishdi. Ya'ni 1-sentyabrdan kuchga kiradi, aytib o'tishim kerak. 250 metr masofadan kam bo'lmagan va 500 metrdan uzoq bo'lmagan masofada shu diapazonda radar bormi? Albatta shu belgi bo'lishi shart. Kuni kecha aeroportning mostidan tushib kelayotganimda Polivoy tarafga qarab ketishdi. Yangi radar o'rnatishdi tadbirkor tomonidan. Как положено metal ustunga, как положено o'rnatilgan, lekin daraxtlarning orasida. Shunaqa makkaron o'rnatilganki, daraxtlarning orasida uni ko'z bilan ilg'ash juda qiyin. Va mashina bilan yurib, nol qilib mashina bilan yurdim. 100 metr ham chiqmadi. Radar belgisi 100 metr ham chiqqani yo'q. Yo'q, chiqmadi do'stlar. Videosi bor, Instagramda ko'rishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, 1-sentyabrdan keyin agar shu radarga siz tushsangiz, uni menimcha atmini qilishingiz mumkin. Chunki yo'l belgisi noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, radardan kelgan jarima qonuniy bo'lishi mumkinmi? Yo'l belgisi noto'g'ri bo'lsa. Masalan, tasavvur qiling, yo'l belgi ko'p narsani hal qilyapti. Misol uchun, o'ngga qayilish mumkin emas bo'lsa, yo'l belgisi noto'g'ri o'rnatilib, o'ngga qayilish ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, misol uchun, o'zi mumkin emas o'ngga qayilish, lekin yo'l belgisida
o'nga qayling deb qo'ygan bo'lsa, misol uchun-da, kimdir kelib tiqib ketsa yo xato qo'yib ketsa, siz o'nga qaysiz, sizga jarima kelsa, sizga jarima qonuniymi, noqonuniymi? Yo'l belgisi noto'g'ri turgan bo'lsa. Endi albatta u narsa noqonuniy jarima hisoblanadi, chunki siz o'sha bo'ysungan bo'lasiz yo'l belgisiga. Albatta siz o'qidingiz. Haydovchi, men yana aytaman, haydovchi uzoq yo'lga chiqadimi, yaqin yo'lga chiqadimi, yo'l belgilari bilan muomala qilib ketadi, uni o'qib ketadi. Endi men shu joyda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va o'sha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi davlat yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasiga bir murojaat emas, taklif bilan chiqaman. Shu birgalikda mana shu respublika miqyosidagi hozir mavjud yo'l belgilarini ham inventarizatsiya qilish jarayoniga yetib keldik biz menimcha. Chunki mana shu aksariyat o'rnatilgan yo'l belgilaridan mana kun kecha menga jo'natgan rasmiysi to'xtash taqiqlangan yo'l belgisini qo'yganingizga umuman na shaklan ham noto'g'ri qo'yilgan, bir kulguli holat. Endi 1 metr o'zi kim qo'yapti bu yo'l belgisini? Nahotki shu darajada biz yetib keldikki, o'sha hozirda amaldagi qonun talablarini ham mensimayapmiz. O'sha men albatta mana shu yo'l belgilarini o'rnatish bu vakolatli organ bor, uni mutaxassislar o'rnatadi. Ana o'shanda men o'ylaymanki, mana shu o'zboshimchalik bilan o'rnatilayotgan yo'l belgilari aniqlangan taqdirda ularni ham o'sha javobgarlik masalasini ko'tarish kerak. Va javobgarlik masalasi endi bizlarda shunaqa javobgarlik bor. Yo'l belgisiga turgan bo'lsa o'zboshimcha olib tashlasa kimdir uni boshqa masala. Yo'q, u javobgarlik bor masala. Endi nima uchun o'zboshimchalik bilan kimdir kelib yo'l belgisi o'rnatsa-da, u huquqiy oqibat keltirib chiqarsa, shu narsani alohida qonun normasiga kiritib, kerak bo'lsa javobgarlik masalasini ham qonundagi sanksiyasini kuchaytirish kerak. Do'stlar, ajoyib taklif bo'ldi. Mana yaqinda tashlab berdim. Musul aka bu belgilarni ko'ring deb bir kulging keladi, bir achinasan hamda ochig'i. Shuni qo'ying. Albatta ko'rsataman sizlarga, videoda ko'rasizlar o'zingizlar. 1 metr balandlikda, yerdan 1 metr balandlikda to'xtash taqiqlanadi degan belgi turibdi-da. 1 metr balandlikda. Bu nima degan gap bu do'stlar? Hozir kulib yordim. O'sha kuni ham kulganman. Lekin eng qizig'i shundaki jarima kelibdi shunga. Men jarimasini ham chiqarib qo'yaman. Jarimasini. Ha, o'sha jarimasini chiqarib, o'shanga jarima kelganda, u har bir narsani talabi bor, pasporti bor. Masalan, o'sha yerdan necha metr balandlikda bo'lishi kerak. Misol uchun 2 metr balandlikda bo'lishi kerak. Ko'rinib turishi kerak. Uni shoq-shoqbala yopib qo'yish kerak emas. Haydovchiga ko'rinarli видимость deydi, ko'rinish yaxshi bo'lishi kerak. Bundan tashqari mana stalbaga qo'yilgan radar belgilari yoki to'xtash taqiqlanadigan belgilar. Ular qanchalik to'g'ri? Stalbaga, ya'ni u stalbani o'zi texnik jihatidan uni pasportida unga radar ilinsin degan joyi yo'q. Tosh shahar nuridan men so'raganman. Bitta video ham chiqargandik. Mumkin emas dedi. Biz ruxsat bermaganmiz dedi. Radar qo'shishga dedi. Yo'q, belgi qo'shib ruxsat bermaganmiz dedi. Men o'sha huquqshunos, o'sha advokat nuqtai nazarim, advokatlik nuqtai nazarim bu qonunga zid harakat. Albatta bu o'rnatilgan, bu kabi o'rnatilgan o'sha yo'l belgilari o'sha mas'ul idoralar tomonidan mana shu respublika miqyosida bosqichma-bosqich integratsiya, shu ya'ni inventarizatsiya qilinishi kerak deb hisoblayman. Ana o'sha narsalar bo'lsa va aynan mayli birlamchi aniqlangan yo'l belgilarini uni javobgar qilish sifatida kimnidir qidirish shart emas, olib tashlansin. Va bu yog'iga ana shuni o'zboshimchalik bilan yo'l belgilarini o'rnatilgan shaxslar aniqlansa, javobgarlikka tortilsin. To'ppa-to'g'ri. Ikkita masalani qo'yish kerak. To'ppa-to'g'ri, adolatdan bo'ladi shunda. Endi qonunchilikda mana o'sha maxsus ya'ni avtomatlashtirilgan foto video qayd etish tizimi o'zi nima degan savolda uni ham qanaqa o'rnatilishi kerak? Yo'q, umuman olganda o'sha qurilmani o'ziga texnik talab bormi degan savolga ham o'sha qonun bor, o'sha Vazirlar Mahkamasi tegishli qarori bilan, ya'ni tizimda doimiy va uzluksiz rejimda ishlatadigan offline o'zini ya'ni qonun texnik talablari bor-da. Aynan mana shu o'rnatgan video qanaqa talabga javob berish kerak? Hali davlat raqam belgisi bo'yicha qo'yilgan qonun talabini men bekorga ko'tarmadim. Nima uchun aynan bizlarda o'sha qonunda belgilangan tarzda o'sha davlat raqamini rasmini olib bera olmayapti. Haqiqatan sababini aytib, sababi. Nimaga shunaqa? Nima? Chunki ana shu o'rnatilgan moslama Vazirlar Mahkamasiga qo'yilgan texnik talabga javob bermaydi.
Mana men sizga hozir bitta o'qib berishim mumkin. Yana bir marta chiqarib qo'yaman shu narsani pastda. Demak, o'sha tizimning tarmoq qurilmalari foto va video qayd etish holatlarini avtomatlashgan monitor ichki imkoniyatga ega bo'lishi lozim. Men talablarni o'tyapman. Tizim yordamida qayd etilgan qoidabuzarlik transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar, foto ma'lumotlari 730 kunda, video ma'lumotlari esa 90 kundan kam bo'lmagan muddatda ma'muriy amaliyot, ya'ni bo'limda saqlanadi. Endi bu narsada buncha hajmdagi ma'lumotni saqlash uchun qurilma kerak. Masalan, mana shu telefonimizdagi qurilmasi hajmi 250 megabayt, 501 terabayt bo'lsa, 5 terabaytni saqlash imkoniyati yo'q. 1 terabaytdan to'xtab qoladi. Bo'ldi, men to'xtadim. Xotira to'ldi, boshqa yoza olmaydi. Nima uchun ayrim shu tadbirkorlar tomonidan o'rnatilayotgan texnik o'sha ya'ni foto video qayd etish ya'ni vositalariga qo'yilgan texnik talablar javob bermaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana shunaqa texnika vositalarini amaliyotga joriy qilinayotganda, qabul qilinayotganda buni o'zidan o'zi ishga solinmaydi. Bu bo'yicha maxsus vakolatli organ bor. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bu bo'yicha tuzilgan komissiya tomonidan maxsus chiqib joyda o'rganiladi. Haqiqatan ham bu texnik talablarga bajarilgan bu xulosa beriladi va qonuniy taraf. Ana o'shandan keyin ana shu ya'ni o'rnatilgan foto video qayd etish qurilmasi test shu ya'ni rejimda ishlashni boshlaydi. Ana o'shandan keyingina u foydalanishga qabul qilinadi va tasdiqlangandan keyin u jarima urishni boshlaydi. Ana shuncha nahotki shuncha jarayonda kamida bir 10 ga yaqin mutaxassis ishtirok etsa kerak, men tasavvur qila olmayapman. Agar undan ko'p bo'lmasa, shuncha 10 ga yaqin mutaxassis mana shu qurilmani texnik talabga javob bermasligi masalasi qayerda qolib ketyapti? O'sha narsani men endi bu bir e'tiroz sifatida emas, bu narsani o'sha mas'ullarimizga bir o'zimni taklif sifatida qayta ko'rib chiqish, ya'ni taklif sifatida aytmoqchiman-da. Albatta har bitta o'sha mayli o'rnatilsin, bu narsaga tadbirkorlarga ruxsat berildi, kimdir oqlaydi, kimdir qoladi. Men qonuniy jihatdan bu narsani qonunga mos deb hisoblayman. Tadbirkorlar bu ham tadbirkorlik deb baholandimi? Tadbirkorlik shu qatoriga qo'shildimi? Har qancha kim qanaqa fikrda bo'lishidan qat'iy nazar, men xushnos sifatida bu oddiy tadbirkorlik faoliyati deb hisoblayman men. Lekin tadbirkorlik faoliyati bo'lib, kimnidir o'sha ya'ni og'riqli bo'lish kerak emas, qonunga bo'ysunish kerak. Nima uchun masalan tadbirkor sifatida qaysidir tadbirkor faoliyat yuritish uchun soliq to'laydi-da, qaysidir tadbirkor to'lamasdan faoliyat yuritadi. Qani adolat bu yerda? Qonun adolat. O'sha uchun mana shu tadbirkorlikni qilaman deb bel bog'lagan tadbirkorlarimizga meni murojaatim, sizlardan ham qonuniy talabimiz shu, ham qonunga amal qilinglar. O'zingizlarning faoliyatingizni boshlashdan oldin o'sha qonun talabini o'rganinglar mutaxassislar orqali va aynan o'sha sotib o'sha joyda foto video qayd etish moslamasida o'rnatilgan joy auksion orqali olinadi. Keyin bu ya'ni nima joyga o'rnatiladi, ekspluatatsiya qilinadi, qabul qilinadi. Bu jarayonni hisob-kitob qiladigan bo'lsa, juda ham og'ir masala bu. Bu tadbirkorlik faoliyatini olib endi ularni nuqtai nazardan men gapirmoqchiman. Ozgina ular ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Lekin mayli mashaqqatini bajarsa, lekin bu qonunni mensimaslik darajasigacha borish kerak emas. Mana shu o'rinda Milliy qonunchiligimiz palatasiga meni murojaatim bor. Mana shu qonunga zid qonun talablarini mensimasdan masalan shu foto video qayd etish moslamasi o'rnatildi. Qancha o'rnatilgan? Bu bo'yicha faktlar yetarli bizda. Biza faktga asosan gapiramiz. Noqonuniy o'rnatilgan. O'sha masalan stalbalarga o'rnatilgan. Noqonuniy deb hisoblaymiz. Chunki qonun talabi bor. Qonunda aytilyapti, mana shu 4 ta shaklda o'rnatasan deb. To'langan jarimalar-chi? To'langan jarimalar-chi? Bunaqa xatti-harakatlarning oqibatida huquqiy oqibat keltirib chiqaryapti-da. Ana o'shanda javobgarlik masalasini qo'yish kerak. Men yetkazilgan zararlarni undirish masalasini qo'yish kerak. Moddiy, ma'naviy zararni undirish masalasini qo'yish kerak. O'sha qonunchilik palatasi mana o'sha taklifim mana shu bo'yicha ham alohida normani ishlab chiqib, shu bo'yicha ham menimcha bosh qotiradigan, bir o'ylaydigan, xalqimizni
manfaati uchun qanaqadir bir norma ishlab chiqishni o'ylaydigan vaqt keldi deb hisoblayman. To'ppa-to'g'ri, rahmat fikrlaringiz uchun. Abdulla aka, biz ham hozir mana siz, men va biz kabi insonlar harakat qilyapmiz. Yurtimizda shu yana ham mana shu tartib bo'lishini, kerak bo'lsa chiqayotgan qonun, qoidalar xalqimiz manfaati uchun ishlashiga biz tarafdorimizda, shuni tarafdorimiz. Chiqayotgan qonunlar, tartiblar hammasi haydovchilarga ham bir yengillik olib kelishi kerak-da. Ularni bo'lar ekan-ku mana, xudoga shukr, mana shunaqa bo'ldi degan bir fikr bo'lishi kerak. Hozir kimga qarama asabiy bo'lib qolganda, jarimalar, limitlar, har xil bir tushunmovchiliklar, shu narsalarni mana yengillashtirish uchun mana +5 dan +10 ga o'tamiz xudo xolasa deb turibmiz. Bu ham katta yordam bo'ladi. Chiziqlar mana bu bir chizig'i chorrahadagi o'sha stalba deymiz, o'chasi ketganda, o'sha tasmalar, undan tashqari mana yana tonirovkani yengillashtirsa, hozir pogрешница 10 qilishsa undan ham yaxshi bo'lardi. Yana undan tashqari pogрешница dedik mana, keyin undan tashqari mana tonirovkani bo'lib berishlar bo'lsa, yaxshi fikr-ku. Bir yilga, 2 yilga imkoniyatingiz yetib turgan insonlar bor, 2 yilga imkoniyat yetadi. 2 yilga to'lab qo'ysak, 3-yilga misol uchun bonus qo'ysa yoki o'sha har xil bir yengilliklar bo'lsa, men o'ylaymanki, xalqimiz xursand bo'ladi, minnatdor bo'ladi, harakat qiladi. Va mana A palasani ham gapirib o'tdik. A palasi ham kechasi 23:00 ertalab 6:00 gacha harakatlanish bemalol bo'lib qoldi. Va 327 belgilarini qayta ko'rib chiqish taklifini yurtboshimiz berdilar. Umuman belgilarni qayta ko'rib chiqishni berdilar. O'shanda men eshitib juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa, men o'ylaymanki, yaqin orada yana ham yangiliklar bo'lib qoladi. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa yoki shaxsiy o'zlariga bir advokat sifatida, professional huquqshunos sifatida bir savollar bo'lsa, albatta pastda men telefon raqamlarini, kerak bo'lsa o'sha email manzillarini, telegramlarni qo'yishim mumkin. Yoki sahifalarni ham, Instagram sahifalarini ham belgilab qo'yishim mumkin. O'zlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, o'zingizning muammolaringizni bayon qilishingiz mumkin. Men ko'p kuzataman, ko'pchilikka yordam berganlar har xil tema bo'yicha, o'sha oilaviy nizolarmi, yo boshqami, xullas, umuman yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushunmovchiliklarmi, har xil jihatdan, ya'ni shiroki masshtabda deymiz ruscha aytganda, Lutfulla akamga gapirish mumkin emas. Shuning uchun bemalol muloqot qilishingiz mumkin, ya'ni so'rashingiz mumkin, savollar bo'lsa. Kommentariyga fikrlarni qoldirasizlar. Nima savollar bo'lsa, menga bo'lsa savol menga qoldiringlar, bularga bo'lsa bularga qoldiringlar. Albatta biz ko'rsak javob beramiz, harakat qilamiz. Lutfulla aka, bugun vaqtimiz reglamentdan 1 soat edi o'zi. Vaqtingizni qimmatli narsa bu vaqt inson uchun. Shuning uchun shu qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun aka, men juda ham xursandman. Biz bundan oldin ham podkast qilganmiz. Men o'ylaymanki, bu oxirgisi emas. Yanada safimiz kengayib, balki bundan ham qiziqarli mavzularni ko'taramiz, dolzarb temalarni, mavzularni ko'taramiz degan bir umiddaman, fikrdaman aka. Rahmat sizga. Men o'sha faoliyatim boshlanishida 1 yil bo'ldi bunga. E'lon qilganman, ijtimoiy loyiha deb e'lon qilganman. Uni hali to'xtatganim yo'q. Endi men buni qanaqadir takror sifatida aytmoqchiman bizani kuzatayotganlarga. Albatta men ijtimoiy tarmog'iga imkon qadar faol bo'lishga harakat qilaman. O'zim faol deb hisoblayman. O'zim albatta biz ham bilan faol deb hisoblayman. Endi men insoniyatga, mana shu fuqarolarga men ko'p kuzataman faoliyatim davomida. Mana shu gohida bir dona yo'nalish berish, maslahat berish juda katta shu masalani hal qiladi. Endi men o'sha to'g'ri advokatlik faoliyati qanaqadir o'zini jarayonlari bor, lekin mana shu aynan men ijtimoiy tarmoqda onlayn savol-javoblarimni, ijtimoiy loyihasini hali ham mana yana takroran e'lon qilaman. Men hech qanaqa haqsiz bu narsani savollarga javob berishni to'xtamayman. Faqatgina imkon qadar masalan ko'p savol kelsa, men ham o'zim shaxsan o'zim javob beraman. Shu savollarga javob berishim, qonuniy javob berishga harakat qilaman. O'sha uchun bunaqa murojaatlarga men bemalol murojaat qilishinglar ochiqman, muloqotga ham ochiqman. Men imkon qadar sizlarning savolinglarga albatta javob beraman. Qancha savolinglar bo'lsa, marhamat, mana aytganlariga va fikrlariga to'liq qo'shilaman. Sizlarga rahmat. Rahmat sizga ham. Aziz do'stlar, mana shu ko'rsatuvimizni olishda bizga katta yordam bergan Simma mehmonxonasiga, administratsiyasiga kattakon rahmatni aytmoqchiman. Bu O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda o'zini mavqeiga ega bo'lgan, o'z so'zini ayta olgan ajoyib mehmonxona.
albatta 5 yulduzli mehmonxona. Undan tashqari ularni yonida sport uchun alohida Silmafit deb ochilgan alohida sport komplekslari bor. Ayollar alohida, erkaklar alohida. Bu juda ham qulay. Basseynlari yosh bolalar uchun ham xullas. Aytsam gap ko'p. Men pastda silkasini qoldirib ketaman sizlar uchun. 1000 marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. Shuning uchun pastda silka qoldiraman. Silmafitga kirib ko'rishlar mumkin. Bemalol oilaviy kelib shug'ullansalar ham bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, albatta shu videoga like bosing. Yanagi ko'rsatuvlarimizda savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirsanglar, yana ko'rsatuvlarimizda biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Sizni ham qimmatli vaqtingizni qadrlaymiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Bundan ham qiziqarli videolar oldinda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Rahmat sizga ham, salomat bo'linglar. Asqar aka, sizga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. El yurt xizmatida hech qachon charchamang. Rahmat aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.